2024-yil noyabr. Qalbimdagi orzu alangalangan davr. Men jamiyatda ziyoli ayollar va qizlarni ko'paytirish va shu orqali ziyoli avlod sonini oshirishni istardim. Birgina orzu bilan ish bitmasdi. Bu orzuni rejalashni boshladim va akamning yordamlari bilan logo ham yaratildi. Endi esa eng muhim masala jamoa yaratish qolgandi. Bu narsa bir o'zimning qo'limdan kelmasdi. Birinchi uchrashuvdayoq jamoa bilan ko'pgina narsalarni hal qildik. Aniq rejalar tuzdik. O'z maslakdoshlarim topganimdan xursand edim. Biz targ'ibotni boshladik va birinchi kunning o'zidayoq 600 obunachi yig'a oldik. Darslar o'tishni boshladik. Har bir o'quvchi bilan alohida ishlanardi. Yuzlab kishilarga mutlaqo tekinga darslar olib borildi. O'quvchilarimiz yanada rivojlanishi uchun ko'pgina mehmon spikerlar bilan jonli vebinarlar olib bordik. Yutuqlarimizni birga nishonladik. Butun jamoamiz qilayotganlarimizdan xursand edi. Birinchi mavsum yakunida oz sonli o'quvchilarimiz bilan bitiruv marosimi o'tkazdik. Dildan suhbatlashdik, o'yinlar o'ynadik, kitoblar almashdik. Bu bizning mehnatimizning ilk mevasi edi. Ular Femisferning eng birinchi bitiruvchilari edi. Biz to'xtamadik. Qisqa tanaffusdan keyin ikkinchi mavsum uchun rejalar tuzishni boshladik. Bu safar yangi til kurslari qo'shdik va yanada sifatliroq ilm berishga bel bog'ladik. Keling, bularni o'quvchilarimizning o'zlaridan eshitaylik. Hello everyone, I'm Zahra and I'm 15 years old from Kashkadarya who was a student of Filmsphere. I'm so grateful to share my experience with Filmsphere and our amazing teacher Aziza. I studied junior English and pre-intermediate courses for 1 month completely free, and thanks to her, she carefully selected women who were truly passionate about learning through our essays. The environment was very special. Only women and girls who wanted to grow and support each other. It was such a safe, inspiring, and comfortable place to learn. Hello everyone, I am excited to share my experience after completing 1 month the speaking course at Filmsphere. This month has been truly amazing for me. I didn't just speaking practice. I become more confident, more comfortable, and more motivated to express myself in English. Assalomu alaykum. Mening ismim Shahodat. Men Filmsphere akademiyasi kanali a'zosiman va men bu kanalga a'zo bo'lganimdan juda ham xursandman. Chunki bu kanal menga katta motivatsiya, o'zimga bo'lgan ishonchni qayta berib oldi. Ya'niki men ingliz tilini o'rganayotgan edim, lekin shun sa'y-harakatlarim natija bermayotganligi sababli o'zimga bo'lgan ishonchim yo'qolib, hattoki bu yo'l men uchun emas ekan degan qarorga kelgan onlarimda men shu kanalni topdim va bu kanaldagi guruhga a'zo bo'lib, o'zimga bo'lgan ishonchni yanada orttira oldim. Ismim Asqar va Rushona. Filmspherening General Speaking va Pre-Intermediate kurslarida 1 oy mobaynida o'qidim. Bu kurs menga juda ham katta foydalar keltirdi, manfaatli bo'ldi desam adashmagan bo'laman. Chunki men speakingda qo'rquvim bor edi, ideya yetishmasligi bor edi, lekin ustoz har birimiz bilan ishlab, qanday qilib gapirishni, qo'rqmaslikni, ideyadan to'xtab qolmaslikni hammasini o'rgatdilar. Hattoki har birimiz bilan alohida ishladilar. Ko'plab do'st orttirishimizga ham sababchi bo'ldilar desam adashmagan bo'laman. Bugun esa biz ushbu sahnadamiz. Yanada katta orzular, yanada katta maqsadlar bilan va har bir jamoa a'zomiz ajoyib videorolik orqali siz bilan tanishishga mushtarak. Filmsferga, ilmli ayollar sayyorasiga xush kelibsiz. Men telefonni Energiyasi Daryo beginner guruhlari ustoziga beryapman. Men telefonni eng mas'uliyatli IELTS Reading va Listening o'qituvchisiga beryapman. Men telefonni Choychatda yuzlab qizlarni birlashtirgan speaking ustoziga beryapman. Men telefonni tajribali va interaktiv darslar sohibasi turk tili ustoziga beryapman. Men telefonni Shirinso'z jamoamiz adminiga beryapman. Men telefonni ijodkor, loyiha dizayneriga beryapman. Men telefonni jamoamizning kreativ mobilografiga beryapman. Men telefonni Jonkar Filmsphere akademiyasi asoschisiga beryapman. Men telefonni bugungi mehmon spikerimiz Asalga beryapman. Hey there, hope to see you soon.